Ekspertiza kserokopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Uje bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Nonko'r ekansan. Bergan yordamimga qaytib birovga yordam berganim bo'lsin. Iloyo ilovonda yordam berganim teshib chiqsin. Noroziman, bir umr noroziman. Noinsof senga Marat aka yozibdi-ku. 100 marta aytdim, hey, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga desam. Hamma xalq bildi, Jasmin nonko'r ekan bu qiz deb. Nonko'r ekan bu qiz deb. Xudoyim prosta tak jazo bermagan bu qizga. Ya ertalabda shok bo'lib qoldim. Men ertalabda bu videoni ko'rib shok bo'lib qoldim. Iflos ekansan. Marat aka yozuvdi, nima deb javob berding? Nima deb javob berding? Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa javob beradi. Beting bormi seni? Beti yo'q. Haqiqatni gapir, iflos. Shu xalq senga yordam berdi, teshib chiqir. Iloyo ilovonda teshib chiqsin bor pul. Ichib yuribdi onang xalq puliga. Iflos. Sen Jasmin chekkada o'tiribdi, hech bolani bilmaydi deb o'ylamagin. Juda ham ko'p narsani bilaman. Qanday ko'chada yurmaydigan qilib qo'yadigan darajada faktlarim bor. Ko'chada yura olmaysiz.